La 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 la. Eh, barchaga salom. Sizlar bilan men Husan Minecraft bizning yangi videomizga xush kelibsizlar bola ko'ruvchi. Men hozir shahardan o'zi ham bir hafta yo'q bo'lib va qor ham yog'yapti. Menimcha juda ham qattiq yog'yapti. Ko'ringlar bo'lib necha kundan beri yog'yapti-ku. Mayli, ko'ramiz. Hoppa. U nima? To'xtanglar. Mening uyim muzlab qoldimi? Yo'q. Muzlab qolgani yo'q. Nimaga? Tushunmadim vash. Nimaga muzlab qoldi? Vash tushunmayapman, qaranglar. Polni muzlab qolgan hamma joylari muzlab qolgan. Yo'q. Eshikdan ochsa bo'ladimi? Eshik ham ochilmayapti. Ichkari muzlab qolmagan bo'lsa, pechkam yoqib qo'ygandim. Xo'sh, yo'q, muzlamabdi ichkari. Ichkari muzlab qolibdi. Yaxshi ham pechkam yoqib qo'yganim. Unisam muzlab qolgan bo'lardi. Xo'sh, tushunmadim. Mayli. Endi qanday uyimga kiraman bolalar? Uyimga qanday kiraman? Kirish yo'lini topishim kerak bironta. Xo'sh, demak, buni buzadigan narsa olib kelishim kerak. Ha, bu aniq bola kiruvchi. Buni buzamiz. Ya'ni sindirish kerak. Men sindirib olmayapman. Juda ham necha kundan beri bo'ldi-ku, menimcha. Bilmayapman vashshi. Qishloq uydamikin? Qishloq uyga. Qishloqqa. Kiraman. Bo'ldi. Xo'sh. Qishloqqa uyim nega muzlab qoldi, tushuntirib bera olmaysanmi? Uyingmi? Uying shu sen ketgandagi juda ham qattiq shamol bo'ldi. Qor yog'di, juda ham ko'p yog'di va sening uying muzlab qoldi. Nima? Menda vashshi qanday muzlab qolishi mumkin? Hech narsa bo'lmashi mumkin. Yo'q, haligi suv ham yo'q. Qanday muzlab qoladi oddiy narsadan? Bilmasam. Demak, men ketganimdan beri qor yog'yapti. Demak, tushunarli. Lekin qor yog'sa ham unchalik qattiq muzlab qolmaydi. Suv bo'lsa muzlashi mumkin shunaqa. Demak, buni kimdir qilgan? Kim qilgan bo'lishi mumkin? Mayli. Lekin bir amallab bo'lsa ham kirishim kerak ichkariga. Xo'sh, bo'lsa, buni omborxonadan narsa olib ikkita narsa olib keldim. Arra va mana bu bilmadim nimaligini. Drill ekan, drill. Drill albatta ish beradi bolalar. Drill siz ham mana bu ham eplab qo'ysam kerak. Qaranglar bo'ladi. Qani buzib ko'raylikchi. Nima? Bo'lib. Nimaga bo'lmayapti? Bo'lishi kerak edi bolalar. Nega buzilmayapti? Shunchalik qattiqmi? Hozir drillda qilib ko'rishim kerak. Aniq drillga o'xshaydi. Nima? Drillda ham o'xshamayapti. Bolalar qaranglar. Kattaligini qaranglar. Bu drillda aniq sinib tashlash kerak edi. Vashshi sinmayapti. Bironta joyi sinishi kerak edi. Vashshi sinmayapti-yu. Bolalar, tushunmayapman. Nimaga hech bir joyi sinmayapti? Aynak ham yo'q. Aynak ham muzlab qolganmi yo'q? Yo'q, muzlab qolmagan u. Qanday qilib? Tushunmayapman. Kim qilgan bo'lishi mumkin? Xo'sh, menimcha balki aynak ham muzlab qolgandir. Mayli, lekin aynak sindirsam ham baribir kira olmasim mumkin. Shunga mayli, lekin nega bular buzilmayapti? Men uyimga qanday kiraman endi? Hozir buzib ko'raylikchi. Harakat qilib ko'rishim kerak. Buziladi albatta. Ko'pga chidamaslik kerak aniq. A few moments later. Shuncha soatdan beri qilyapman vashshi. Buzilgan ham yo'q-ku. Nima qilsam bo'ladi? Bu vashshi keraksiz narsalar ekan. Nima qilsam bo'ladi bolalar? Nima qilsam bo'ladi? Qanday sovqotib ham ketdim. Sovqotib ham ketdim. Nima qilib ochsam bo'ladi? Qanday qilib? Shu miyam kelmayapti-da. Xo'sh. Hozir nima qilsam bo'ladi? Yo'q. Bu pechka ochilarmikan? Yo'q, ochilmaydi ekan. Qanday ideya bor? Qanaqa ideya bor? Shuni hech tushunmayapman. Nima qilsam bo'ladi? Qanday qilaman bularni vashshi tushunmayapman. Bitta bunday qilib ko'rish kerak-da. Nima qilib ko'rsammikin? Xo'sh.
Bo'ldi. Bola zo'r idea keldi. Ha, bu ani o'xshaydi. Menimcha 100% o'xshaydi. Hozirroq olib ketdim. Bolalar, xo'sh, meni hozir mana bular bor. Ya'ni bular men aytgancha shapkamni oldim. Issiq turish uchun aтай shapka oldim. Chiroyli turibdi. Mayli, nima bo'lsam, qiluvchi bolalar, hozir menda mana bu kerakli narsalar bor hammasi. Ya'ni bularni har birida qilib ko'raman. Birinchi o'rinda mana buni qilib ko'rishim kerak. Buni aniq o'xshash kerak. Xo'sh. Tushunmadim. Nima? Yo'q, to'g'ri. Ozgina buzilyapti. Mana ozgina buzilyapti. Mayli, ozgina buzildi, lekin buzil orqaga ketyapti. Xo'sh, balki mana bunga o'xshar. Xo'sh, yo'q. Bilardim o'zi o'xshamasligini. Mayli, buni oxirida ishlatamiz va hozir menda qo'limda lava turibdi. Lava emas, kichkinagina, lavacha, lekin kichkina, ozroq. Shuni eritib ko'ramiz. Hozir eritib ko'raman. Xo'sh. Ha. Oldingidan ko'proq eryapti. Davay, erimaysanmi? Menimcha qayta tiklanyapti. Menimcha havo sovligidan bo'lsa kerak. Nima qilsam bo'ladi? Spichka yoqsammikin? Albatta o'xshash kerak. Yo'q, bitta spichka qo'ysam, hozir o'xshash kerak menimcha. Yo'q, juda ham havo sovuq bo'lgani uchun vashi spichka yordam bermayapti. Demak, ya'ni gugurt o'zbekchada. Xo'sh, buni qo'yib ko'ramiz va bu albatta o'xshash kerak. Xo'sh, yo'q emas, mayli. Shu yerda ham bo'laveradi va buni to'g'rilashim kerak. Xo'sh, ichidagi narsalarni va bu nur juda ham issiqlik beradi va aniq bilaman. Bu sovuq endi bo'lishi kerak. Tezroq qo'yaylik. Tezroq. Xo'sh, mana bo'ldi. Tezroq qochishim kerak. Bo'ldi. Tuyam katta issiqlik charchatadi va kuyib ketishimiz mumkin. Menimcha o'xshaydi. Yo'q, imkonimiz shundan. Borib ko'rishim kelganda o'xshagan bo'lishi kerak desam. Qani u? O'zi qani? Nima bolalar? Tushunmadim vashsha hech narsaga. Ha bu. Nima qilsam bo'ladi? Ha. Meni zo'r ideyam keldi bolalar. Zo'r ideya keldi. Da, o'xshaydi aniq. Nima deb o'ylayotgan bo'lsangiz, hozir men tushuntirib beraman. Ya'ni ustalar doim, bilasizlar, muzdan, to'rtburchak muzdan bilasizlar quradiganlar bor. O'shalarning osma-uskunalari aniq o'xshash kerak. Hozir olib kelaman. Bo'ldi, men olib keldim. Qaraychi, mana buni qo'yaman, ustidan uraman hozir. Хорошо, mana hozir. Va хорошо uram. Adashib ketdim. Mana bundan qo'yish kerak. Bo'ldi. Hozir. Xo'sh, uramiz. Ana buzilyapti. Qaraylik, bu juda ham katta buzilyapti. Hozir ozgina iltimos. Yana ozgina. Xo'sh. Buzildi. Let's go bolalar. Men bilgandim. Albatta o'xshashini bilgandim. Xo'sh, endi ikkinchisini buzamiz. Xo'sh. Ha. Normal. Nima? Tagini ham buzyapti. Mayli. Xo'sh. Yo'q, iltimos. Ozgina qoldi. Qo'lim muzlab qoldi, bola. Vashi muzlab ketdi. Mayli. Chidash kerak va oxirigacha qilishim kerak. Va ozgina iltimos va sindi. Let's go bolalar. Qaranglar. Wow. Nima bo'lsa ham bolalar sindirdik. Men bilgandim, bolalar sindirishimizni bilgandim. Juda ham qattiq ekan. Qo'lim muzlab qoldi bolalar. Issiqqina uyimga kerakchi. Bu yerim ancha sovuq qopti. Pechkam yoqmasam bo'lmaydi. Qani, narslarim? Tushunmadim, narslarim qani? Bolalar, narslarim qani? O'zi qiziqyapman-chi. Buni kim qildi-kina? Mayli bolalar. Kim qilgan bo'lsa ham yaramas. Xo'sh, bolalar. Husanboy. Qo'shni yaxshimisiz? Mana qo'yat, eshigimni ochdim. Rizq qiynalib ketdim. Endi bularni qanday qilsam ekan bilmadim. Menimcha endi yoz kelgandan keyin erishi kerak. Ungacha erimaydi hech qachon.
Husomat, bir gap aytaymi? Nima aytmoqchisan? Bu ishlarda men qilganman. Nimaga qilding? Ya'ni seni kelishingni bilib, atayin ustiga suv sepib qo'ygandim. Judayam kulgili chiqdimi? Vosh tushunmadim nimaga? Men shuncha qiynaldim. Voy men shuncha qiynaldim. Voy jinnimisan endi qachon eriydi bu? Men endi buni mana bularni qachon deya olib chiqaman bilasanmi? Sen jinni deb hazroq hammasini sen qilasan yaramas. Sen qilibsan-da endi hammasini o'zing tozalab chiqasan. Men hisoban hazillashib qilganman, hazillashib, просто hazillashganman. Nima? Hazlashganman? Bu hazlashing. Mening juda ko'p vaqtim oldi. Endi men shunaqa sovuq, muzlab qolgan uyda yashayman seni deb. Endi sen hozir bularni hammasini to'g'rilamasang, men seni hozir qo'g'irib pishirib yeyman. Tushundingmi? Hozir qil. Xo'p. Yaramas. Bola sizdan men Husomat bo'ldim. Keyingi videomni ko'rishguncha bolalar like va obuna bosib qo'yinglar. Qishloqqa ham yaramas. Aytdim, o'zini-o'zi buzib qolmash kerak edi, men bilgandim. Atta ustidan suv sepib qo'ygan ekanda. Bo'pti, bola, qaror hammaga xayr.